Şuvanın 5. yılı 9. ayının 6. günü Taka kentideki 200'den artık kişi kent başlığı şu iminning öyiga hücum qildi. Uning keynidilla kent jamoat hamkorlik o'rniga, kent soqchi idorasiga, yana kent başlığı tarafdori bo'lgan kengash a'zolarining öyiga hücum qildi. Bu voqea keyin Taka kenti qo'zg'oloni, Taka kentidagi to'polon degandek nomlar bilan ataldi. Bu nima ovoz? So'kchig'i bir ish bo'lib qolmaganda, Kaori shu indishi bilan bearam bo'lib o'tiradi. Tony. Qaytib keldim. Nima bo'ldingiz? Hech nima. Nima ish bo'ldi? So'kchi qani? Undan g'am qilma, birdan turib qaytib keladi. Xotirjam bo'ling, ha? Kent hamkorlik organi pachaqlab etdimi? Elim yosh o't qo'yib etmadi. Yaralanganlar ko'pmi? Ancha ko'p emas. Kent boshlig'ining tarafdorlari shapini anglab tikib ketibdi. Kent boshlig'i qanday bo'ldi? Uning qarisini ko'rmadik. Kent boshlig'ining uyi ko'z bilan ko'gisi bo'lib ketdi. Qoshotam darvozalarini o'rib chiqib etdik. Hatto daraxtlarni qo'mirib etishdi. Dariza, aynak, tashtak deganlarning hammasini chiqib etdik. Su'i, usulga kelanga. Xo'p. Tony, bu nima ovoz? Ko'pchilik ularni qo'rqitib o'tadi. Ularni qo'rqitib qo'yganlarning foydasi nima? Ochiq kelganda odam o'zini tutolmay qoladi ekan. Uning ustiga ularning hammasi yoshlar emasmi? Ishni yo'g'intib etdinglarmi nima? Oqibatini kim o'ylaydi deysiz? Yenge. Ami keldimi? Amima? Men uni uyda saqlab tur degan. Yarlandı. Qarang'ida yüzünü yetib olgandan keyin uqishmaslikdan o'z odamlarimiz urib etdi. Biroq yaram ig'ir emas. Nimancha bexaslik qilgansan? Meni majbur etmayishdi. Sen o'g'il bola, onchilik ish qilmaysanmi? Qo'shingiz ochdimi? Bak ichib ketdi. Men tomoq akirib beray. Qilmoqchi bo'lgan ishinglarni qila oldinglarmi? Chekini oshirib etdik. Endi ularning kelishini kutib o'lta. Bizni tutami? Sizlar intizomni buzdinglar. Ay, apa. Sen bak qiziq ekansan. Akamning xabarini o'qib boqmamsan. O hech nima bo'lmaydi. Qandoq bilasan? Hey, kalva. Kaorining aptiga qarabli bilmamsan. Agar so'kchi biror ishga yo'l qilib qolsa, bu xenim ashunda xotirjam o'tiramdi. Qani eling, yana ba, yavrum. Rahmat. Ular tikilagim tayyorladingmi? Ular to'yg'ida hisin, atiga qolsa ta'mi o'zgarib qoladi. Ma'qul. Qaytib keldik. Qaytib keldinglarmi? Uxlamaslar o. Hey. Qandaqmi uyqimiz kelsin? Voqeaning bu darajada kengayib ketishini o'ylamabdingiz. Tony, putingiz qanday qaraq? Elim yaxshi suyak zaxmi yemabdi. Emas yaxshi bo'pti. Hech nima bo'lmagansiz so'kchi.
Siz mi yaralandınız mı? Terisi azırak sürülüp gitti. Yamını kent başlığını kaçırıp koyduk. Keçip ketkin obdan boptu. Bomuz onun jeniga zamin bop qalattыңlar. Bir kaltak olsun urvagan bolsak yaxşı ulattı. İş qilib, onu çöşütüp koyduk. Sokichi. Ha? Aroq ichamiz. Kaori, men o juyunu vaqim batdi. Su isitib qo'ydim. Sokichi. Endi qanday qilish to'g'riliq Kaori bilan maslahatlashib ol. Ma'qul. Vakamura, sen shunday qil. Japani ayoling tatadigan bo'ldi. O könek. Hey. Qanday gap bu? Erlar sirtlarda jidal terib yursa, dardini ayollar tatamdi. Tony, avval sen kirib uxla. Navat saqchilar kelib qolsa, bilmayman degan. Uxlama. Bu ishni yushira olamdan putim yaralangan tursa. Sokichining degan to'g'ri, uning gapini angla. O'shima, sizlar qaytib ketinglar. Akşam işine bağımıdık danla. Ma'qul. Qani inanla. Yala. Yine inanla. 10 minut pek az kaldı. Kaçtan kaçırıp etkenmek iş oldu. Şunu digine. Beni tutanıp tutulağın bolsa kalsın iş oladı da. Öyle buzup çakkınımız mı İtbaşa? Kanak dedim. Öye. Uğurdu tekliken. Yıkan başına pulu sağandı akça. Yatar o. Ditin bakenci mi? Korkmay sakşına vurdum. Ne? Şunuz ölmek kaldı da. Beşini yirmetten. Karsam, hemirde kop gitipti. O terik kamaycı mı? O yalğız meni onu töhpememez. Hemminla tan urdunlar. Asaslığı sen urgan bir kaltak onun cinini aldı. Adam öldürgenlerge ölüm cezası verildi. O yeni kelip sakçıdan. Şundayım ben. Sen ne oldu? Ötünüp kalay. Beni yoşurup koysanlar. Kimisiga yoşurup koyamıyor ya. Kemidi beşim kaydı. Sokichining sog'-salomat uyga qaytib kelganligini ko'rgan Kaorining ko'ngli aromiga tushdi. Kent boshlig'ining peshkanligi yo'liqmag'ini taxtining ichida o'z saqlangandek bir mo'jiza edi. Balkim erta soqchilar Sokichini tutib ketdi. Sokichi botir yigit. U jinoyatini ustiga ipli qolmasdan yana boshqalarning gunohini o'z ustiga elishi mumkin. Agar Sokichini necha yil kesiversa qanday qilg'oliq? Bularni o'ylab Kaorining sal ochig'i keldi. Hozircha dengiz bilan qo'shilishadiganday qilib turamiz. Cho'g'am tutilib qolsa dengizga chiqolmaymiz. Hamda baliqchilar taskinga qoladi. Ayollar uydagilarni qamdash uchun Qizil dengiz yo'sini yig'ib yeydi. Mening sizdan umidim ularning turmushiga ko'ngil bilib qo'ying. Zarur tepilsa iqtisodiy yordam qilishni unutib qolmang. Xo'p. Uyning ishlarini opam bilan maslahatlashib bir ish qilamiz. Men oldingizda hijil. Nimishqa? Dadangizdan gapiga kirgan bo'lsangizmi, bunday peshkanliklarga yo'liqib yurmaydingiz. Endi iziga kelmaydi. Sizni yaxshi ko'rib qolgan kuni menda to'yini qilib bo'ldik. Endi amal yo'q. Qap bo'ldingizmi? Albatta. Sizmi o'rinsiz gap qildingiz? Sokichi. Men sizni cho'qim saqlayman. Qaytib kelganga qadar saqlayman. Menga saqlayman. Rahmat sizga. Kapatlaşma!
Yavaş bulaş. Ne oldu ya? Sakçı efendim, neymiş oldu? Ha? Sadaklaşma. Hemen cip duruş. Cidel tergen kaysınla. Anılsam akşam toplan çıkıp demiş. Ha? Kaya da. Acaba biz anlamaptınız ha? Topalan. Hey, yarınım sen ko. Qaysı bir bilikçinin beden diyarı yok deysiz. Sen bu yapma. Bula. Yavaş bu. Qandaq degan gap bor. Сақшылар алды bilan yaralanganlarni tutishdi. To'polonga qatnashganlar yuzini o'rib olg'achqa chiroqlar cheqilib ketgachga ba'zilar o'z odamlaridan tayoq yegan edi. Bu ishki efendim seni saklap o'ltirdi. Yo'shdagi so'kichi sen bulamsan. Shundoq. Akşam 12 etrafida sen ne dedin? Kent boshlig'ining uyini yenetdim. Diyenlerin rasmo. Ras. Sen toplancı unsur. Seni qo'lga olamiz. To'polonchi? Sen ammini to'plan ko'tarishga quturatgan. Uqdingmi? Bu to'polon emas. Siz Yerichi oilasining qizig'i. Sizin bularning sherigi o'xshamabsiz, ha? Bu ish ayolim bilan munosabatsiz. U ayol kishi. Biz bilan mang. Amisa. Uy sizi qoldi. Xo'p. Sokuchi. Meyslenme. Çapsan bulaş. Bak dövbe. Ne iştirse. Aman. Kork yapmazsın. Kent boshlig'iga qarshi beliqchilarning hammasi degida qattiq so'roq tortildi. Ular jami 400 odam bo'lib, natijada 100 cha odam qo'lga olindi. Bak dövbe mal. Sakın mal. Çapsan bulaş. Bak. Adam tarafı. Sokichi to'polonga qatnashgan jinoyatchi sifatida tutib ketildi. Bu Kaori ham Yoshitaki oilasi uchun zo'r baxtsizlik bo'ldi. Odam yetarlik bo'lmasa beliq tutqili bo'lmaydi. Yeni kim yasatgan pulning qarzini tek to'lab bo'lolmagan edi. Mana endi qaddini rostlagan bilan bo'lmaydi. O'zi xo'jayinning ayoli, oilaning to'riga Kaori qat'iy g'ayratga kelib natija yoritishga bel bog'ladi. Odam bormi? Odam bormi? Ne bo'ldi? O yoqdan ovoz chiqyotdi. Nima ish bo'ldi? O yerda ovoz chiqyotdi. Adam bormi? Ichida kim bordi? Adam bormi? Yotar o'xshamamdi. Beni qutqizinglar. Oy. Bu yer nima ish qilyapsa yotar o, ha? Hey, sen nima bo'ldi? Ha? Men bu yerga yurishimni oldim. Chiqa. Hey, qaçmadingmi? Qochaygo degan. Biroq qechib ketalaytdimmi? Sochlar ketganda. Hey, ahmoq. Menga yana chirmish yo'qmi bu? Xenimga nim bo'lganda. Bayramdan kelaydimi da? To'la ko'tildimi mana? Bu xenim tugab ketgandan keyingi tunji bayram. Apamdan qaversini men achamning o'rnini tavoq bile bo'laman. Buningda bo'lmaydi. Amisa xama sendan xafa bo'ldi deb aytila xasilikday. Hergiz ondaq deb yozmang. Begim. Anlasam, akşam Taka kentide toplam bop demiş. Toplam? Kentkiler toplam götürüp, kent başlarından uyuyu bilen, kent cemaat hemkarlık idaresini paçakla taşlattı. Rasmo. Shundaqmi? Çoğuşu sakçılar tevrip gitipti. Cinayetçilerin tutkun kılıp tuttu. Toplam katlaşıkçılar içinde toga balıklar hemiden köpken. Şu emin işin bu mu kandı? Bilmedim. Nimiş kıbilmeyse? Ben ahvalı hukuk giley. Hazırda bak. Şu eminini kösen dep koy. Bizdeki de özünü daldırıp dursun. Uqtum. Bu ablaksa ahiri. Dikinini kıptı da. Gözüm yengili uyku beribedi.
turibla urra degan ovozni anglab o'rnimda turib ketdim. Ular baqirgancha xo'roq bostirib keldi. Soat 12:30 bo'lgan bo'lsa kerak. Qarasam ish chataq. Ishkirka uyga suqirib oldim. Sizni hojatxona kiryapti deydi-ku. Hojatxonaga emas, tamishkapning ishiga kirib oldim. Ondan qandaq bo'ldi? Keyin ahvol texim chataq bo'ldi. 10 necha odam uyimga bostirib kirdi. Uchirganlik narsani urdi, chaqdi. O qaroqchilarning qilmishini men sifatlab berishga rostla ojizlik qilib. Qaraganda bu kentliklarning kent boshlig'ining tutgan yo'liga qarshi ep bo'lgan harakat ekan. Bema'ni gap. Men o'z e'tiqodim bo'yicha siyosat yurgizgan odam. Amisa iz yo'qolib ketgan pul ishini qanday tushuntirib bersiz? Bu to'g'ri g'izlashmayman. Bu ishning paydo bo'lishida kent boshlig'ining bir kishilik mas'uliyati bor deb qarayman. Siz xizmatingizdan istifa berishni o'ylayapsizmi, kent boshlig'i? Sizlarmi meni istifa berishni da'vatamsizlar? Bu Kasır Riyozova bilan menga qarshi chiqqan kengash a'zolarining haqiqiy ahvolini bilmaydigan omini quturtganlikning oqibati. Men pak. Men gunohsiz. Men hargizmi istifa bermayman. Qolgan mush odamlar bilan biliq tutish qilib bo'lmaydi. Yana bizga o'xshash zarbiga uchirgan beliq egilarmi bor-ku? Ular bilan birlashib beliq tutqili chiqsak bo'lmasmi? Qedak, uni bo'lmaydi. Bir kiyimdagilar bir yoqdan bosh chiqirdiganlar bo'lishi kerak. Hammamizning taqdiri o'xshash. Shunga boshqa kiyimdagi beliqchilar bilan kelishamasligimiz mumkin. Amisa, ujmi pish og'zimga tushdab o'ltiramdiq. To'g'ri. Islohotni tashabbus qiluvchi kiyima ilgari ziyon uchiradi. Aksicha kiyimning ikki beshig'i desiganlar bir xilda beliq tutib yuradi. Mushdaq bo'lsa bo'lamdi. Toni, undaq demang. Bizning ularni beliq tutma deydiganga haqqimiz yo'q. Men amisa Kashvazaki bilan maslahatlashib baqay, shular bilan birlashib ishlaylik. Qanday? Uni bo'lmaydi. O'zimizga jidal deb olamiz. Qapoq bosh bir nimalar ekan bu? Nimildis bo'lmaydi deyotgansizlar-ku, amis buldig'ini sizlar deb baxmamsizlar. Kechiringlar, avar qildim. Ichiro, Sizmitingiz? Kelib o'ltir. Anglasam, to'polon bo'pti-dek. To'polon emas. Beliqchilar noiloj qo'zg'olon ko'tardi. Qo'zg'olon? Qayerdan angladingiz? Hamma yerda mush gap. Hey, siz kelib qopsiz-ku. Men ahvolni o'qib kelay deb kelgandim. rahmat sizga. So'kchiqini. Buni so'rab nima qilasiz? So'rgani yomoni yo'q-ku. Biroq u Akamni saqchilar ep ketdi. Uni tutib ketdimi? Shundaqmi? U muqaddashqanmi? So'kchi nomrat beliqchilar uchun kurash qildi. U yaxshi ish qildi. Men uningdan faxrlanaman. Biroq dadam xafa bo'ldimi? Xafa bo'ldimi, hayron qoldimi, bilmadim. Dadam beliqchilarning qandaq aldanganligini bilmaydi. Ahvolning jarayonini bilib ketmaydi. Qonun orqali bilib qola. Men ochamdan ansirab kelgan. U ishga o'tirliqda tanlikda qolgan bo'ldi. siz buningdan ansirmang. Nemishqa? Kichkinem hozir Tugavaning odami. Begim uyda bo'lmaganda oilaga xenim igdorchilik qiladi. Oilaga kimning igdorchilik qilish bilan ko'rim yo'q. Men faqat uni ocham deb tunayman. Inisi ochish uchun ko'ngil bo'lsa bo'lmam ekan. Ichiro, Acha. Dadam qanday talavingiz bo'lsa aytavering. rahmat sizga, Ichiro. Yo'q, hech qanday talabim yo'q. Amisa, men ikki qiz so'zlay. Aslida Kaori bu harakatni to'smoqchi bo'lgan. U So'kchi uchun shunday qilgan. Biroq So'kchi mening ishimga qarshi chiqsang ajrashiman deb turib oldi. Kaori bilan So'kchi mushi ish tufayli qattiq azoblandi. Biroq oxirida ular bu azob ustidan g'alaba qildi. So'kchi o'g'ilvaldarchilik bilan bu harakatga qatnashdi. Kaori mo Yoshitaki oilasining kelini bo'lib salohiyatiga munosib holda qaddini rosladi. Bu ularning bir-biriga bo'lgan mehrini texnik cho'nqirlashtirdi. Siz dadangizga aytib qo'ying. Ahvol oydinlashmaguncha So'kchidan yomonlab yurmasin. Yana qanday ahvol yuz berishidan qat'iy nazar bu 2 yoshning o'ttirsiga so'g'aqchilik soladigan gap so'zlarni qilmasin. Tushundim. Shu emin amanat turibdi. Xonimiga qo'shilib ketib panohlanibdi. Shundaqmi?
Öye köz bilen köksüz bop ketkendi akıcan. Qarg'uzlik qamapti. Qorozdagi daraxtlar sungan. Qashatamlar o'rilgan. Qorochi tosh to'qmoq to'lib ketibdi. Acep işçi zehir go'ylarki ne o? Yana tutilganlar ichida Sokichining ismi bor ekan. To'planchilarni so'roq qilishda Cho'shi soqchi idorasi qabih vositalarni qo'llandi. Ular bir qism ziyonkashlikka uchirg'uvchilarni chaqirib, ularning iqrori orqali to'plan qilganligini isbotlamoqchi bo'ldi. Oğlumni tutib ketdi. Ertadan boshlab men qanday hayot kechiraman? Uni begim chiqib ketgan. Ko'pchilikning ko'nglini men tushunaman. Shundoq. Lekin bir mezgil chidab turinglar. Qanday chidashlik beramiz? Yenimizda jon yo'qdek pulimiz chiqamdi. Beliqchilar tutib ketdi. Ularni chuqum kesib Beliqchilar eski chiqmadi. Faqat islohot qilishni talab qildi. Sotchi ularning ko'nglini chuqum tushunadi. To'g'ri. Adam o'ltirmadik, o't qo'ymadik, hech ish bo'lmaydi. Biz bundoq ketaversak, qizlarimizni Bunda qilmasak O'rningizda turing, o'rningizda turing. O'g'limni deb beringlar. Ko'pchilik bilib olinglar. Ular Tugava fuqarolari uchun kurash qildi. Bu ish gizitga chiqdi. Hukumat odam avatib bu ishni tekshirdi. Ahvol cho'qim oydinlashadi. Qo'zg'olonga qatnashuvchilarni botir deyishga bo'ladi. Tarix ularni jazmay yodida saqlaydi. Shunga biz ularga tirik o'pirishimiz kerak. Ketib turinglar. Jiddiylashmanglar. Ketib turinglar. Ha. Ey Chiro. Ha? Bugün Taka kentiga berib, ularni yo'qlab kelaylik. Men boram deb Barmaychu. Cho'ng akang bilan ammang 100dan ortiq qaroqchining hujumiga uchrabdi. Ularga Tugavadagi beliqchilar hujum qildi. Ularga Sokichi boshlamchilik qildi. Hay, to'v desi bo'ladi. Bu vafoga jafo qilganlikku. Qaraganda Kaurining to'yi xayrlik bo'lmabdi-da. Ondaq ish yo'q. İkisi bir-birida yosh ko'rish to'y qilganim emas yomon. Dadini Kauri tatidi. Qo'yib berilgan holatda men gumonli kishi bo'lib qoldi. Kauri uning o'z roziligi bilan tekkan. Uning ish bilan mening korim yo'q. Bu chin so'zingiz emas. Nima? Siz amaliyotda uni Tokyodagi qizingiz bilan o'xshash ko'rasiz. Buni men bilaman. Sen ham ishni bilding, xohishmamsa. Menimcha Kaurini akil olaylikmi? Akilib olamdiq. Ha, heliqi vafoga jafo qildigan erdan o'zlashib ketsin. Haqiqatan Kauri shu topda qig'iniq pushaymon yeb o'ltirdigandi. U pushaymon qilmaydi. Ha? Dada. Sizdan o'tinib qolay. Ularning o'ttirisiga so'g'ashida soldigan ishlarni qilmasangiz, uning ustiga sot tex ichilmadi. Hargiz so'kchini askar odam deb o'ylab qolmang. Sen yo'q gapni qilma. Sokichi bu qatim to'plarning boshlamchisi. Almisaqdan tortib suiqasd ishlatganlar qonuniy jazo tortiladi. Dada, kent boshlig'ining boshboshlig'ini mushundaq yo'l bilan to'smay amal yo'q-da. Kim deydi? Bu kimning gapi? Tugavadagilarning hammasi mushundaq deyishyotdi. Tugavaga bordingmi? Gap qila. Xotirjam bo'lolmay ochamni yo'qlab bordim. Ochqachilikni kim qo'yibdi sana? 2-3 kun o'tgandan keyin zarba berish harakatiga zotli qatnashmagan, yana haroqning kayfchiligida to'piq qo'shilib qolganlarni qo'yib berdi. Gumonliq unsur deb qaralgan asosli kishilarni taftish vaziratiga yo'llab berdi. Bak. Chat turinglar chatda. Oy, bu yoq tur. Bana. Bak. Tez bak. Yol boşa. Yolunu tosma. Bak. Nereye dururlar. Nereye? Bula bul. Tez bulaş. Yol boşa. Sokichi. Ular sizni urdimi? Nimdeysen? Yem kumakçı
kimsen? Hükümet işini dahil kılmakçı mısın? So'kichi, Nerga? deydin ham qilmang. So'kichi. Bak! Ödem ayakla! Bak! So'kichi. Şuanın 5. ile 9. ayının 6. günü yüz bergen topalanda Chiba aylık tepçi organi Yokoi Chiba şehirlik tepçi organi bilen birleşip 100dek adamni qo'lga oldi. Bunun içinde asaslık gumonliq unsur deb qaralgan 47 kishi ayblandi. Nersi kerak opasa qubul qilarmi? Ko'rishtirmaydi aqicha. Ayolnim ko'rishtirmaydi. Ko'rishtirmaydi, unumaydi. Mushuncha ko'p narsa lazım ekan. Ailemizde yetican bay yaqindan beri kechisi sovuq bo'lib ketyapti. Ular sulangan joy cho'qim paskina ham sovuq. Inaku, siz Framasi bilan Yasinida ailasiga ozroq ashliq qapirib bering. Ma'qul. Sui, siz Shiyining ayolini yo'qlab qo'ying. Ma'qul. Men keldim. Tugavadagi beliqchilar ittifoqlashdi. Nim bo'ldi? Ular dengizga hammasi birdek beliq tutqili chiqmaydigan bo'ldi. Ha. Ish tashlamdi ekan. Ha. Bak ta'sirlandim. Ular biz uchun kurash qilgan hamrohlarimizning o'ltirilishi bilan korimiz bo'lmay beliq tutib yursak bo'lmaydi. Endi kimki beliq tutqili chiqsa, shuni urib o'ltirib etamiz deyishdi. Bu shuarni maydonga hammasi birdek qo'lladi. Buning So'kichi nima degan tan? Ha? Sotning tekshirishi qachon oxirlashadi tex bilib bo'lmaydi. So'kichi jazman beliq tutqili chiqinglar. Beliq tutqili chiqamaydigan oilaga qaranglar deyishi mumkin. Vaqtli qiyinchilikni yengishning birdan bir amali shu. Kaorining degani to'g'ri. Beliqchilar soddiroq. Beliqchilarning oqibatini o'ylamayli hissiyotga berilib chiqargan qarori bu. Amisa men yana bir qitim berib kelay. Tony, Uning bilan koringiz bo'lmasin, beraversin. Yokoi Chiba'nın tepkiş organi gumonliq kishilarni kecha kunduz to'xtamay so'roq qildi. Sen o'zingni qasddan jinoyat o'tkazmadim deb qaramsan. Shundoq efendim. Togavadagi beliqchilar orasida qutratqul qilibsan. Ya'ni kent boshlig'ining uyiga hujum qilishga boshliq qilibsan. Kent boshlig'ining qonuni buzib pora elishini to'sish uchun amalsiz mushlaq qildim. Qonunni buzib pora oldi degan nima gap? U bir tarafdan kentdagilardan bosh chiqsa, yana bir tarafdan uni yeb tugatmoqda. Yani o hükümetten 24 ming koyga xiyonat qildi. 9 ayning 4-kuni Shomixida maxfiy echilgan yig'inga sen mi qatnashdingmi? Savolimga javob ber. O maxfiy yig'in emas. Nechimiz birlashib, kelgisi ishlarni qandoq bir taraf qilish to'g'risida oshqan fikrlash yig'ini. Kent kengash a'zolaridan qancha kishi qatnashdi? Buningga bir nima deyamayman. Yig'inga birga qatnashib turib nima bilmaysan? Men ratning oxirida o'ltirgan. Yig'inga kimlar qatnashdi, yodimda yo'q. Amsi deb baqa. Shomixida yig'in borligini kim sana xabar qildi? Yodimda yo'q. Buni bizni yo'shirsang o'zingga yaxshi emas. Taftish janoblari, hareketimizning qonun xilof ekanligini e'tirof qilaman. Mush sababli meni jazolasanglar buningga men rozi. Lekin kent boshlig'i ustidimi tekshirish ilib berishinglarni tavsiya qilaman. Sizlar shu chaqda bizning nima uchun bu harakatni ilib olganimizning sababini tepib chiqa olasizlar. Menga to'la aql o'rgatma. Kaori o'zini yenik tutishga har qancha urinib boqqan bo'lsa-mu, biroq ko'ngli ansizchilikdan zodi xoli bo'lmadi. So'kichi turmada qancha uzun yotdi. Bundan keyin bu oila turmush ham tijoratda qanday yo'lga salar? Bo'libmi u o'zi yolg'iz qolgan chaqlarda So'kichini ko'proq aslaydi. Kechalari uning yostig'i ko'z yoshlari bilan chiliq-chiliq yo'l bo'lib ketadi. Tamas geldi. Xudoyim. Nima tamas geldi? Voy. Yanisi to'fukan bu. Mening ko'zlarim qizilib ketdi. Yesam ko'nglim ilishib, yetibog'imga kutdi. Bekorchilikni shundoq bo'layotgansan. Bu boshqa narsadan ko'p yaxshi emasmi? Qilinglar. Biz hammamiz buni qismatga va'da bu. Shundoq. Hammamiz bastqi va'da bergan. Yataro. Sen yaxshisi o'zingni ma'lum qil bo'landi. O'zimni? Ha.
Şununda aramızda bir adam olsa azıydı. Qağdımın tamaq köpərək idi. Xoşub getdi. Mush gapni qilmasangchi. Anlasam haqlasini bir saqchini urib o'ltirib qo'ydi deydi. Dikini, o soltak ölmepti. Jeni chimnimikan? Tamaq yeydigan chaqda nemim tegmigina? Qani lola. Yordam qilinglarchi. Ha, ma'qul. Simoto apanda azroq kava g'ash kepti. Yana yangyum bakan. Lola. Hatta tushunib qolibdilar. Sizlarga emas, oyliklarga akapti. Sizlar olsanglar bo'lmaydi. To'g'ri. Diyetli balam var, yeydigini yo'q. Bizning uyda tek kasal odam bor. Biz buni uyinglarga taqib beramiz. Yataru. Yana tofu yeydigan bo'ldim-da. Chiqiring. Yana chiqiramdi. Vaqani planlag'uvchi Simotoning oilasi xeli holliq oila edi. Ular tutib ketilgan ham tutib turilganlarning oilasiga tashabbuskorlik bilan yemaklik yetkazib berdi. Biz planlagan harakat farzimizga doirni ishib ketdi degan so'zingizni qanday tushunsak bo'lar? Biz aslida kent jamoat ishlari o'rni bilan kengash a'zolarining uyiga hujum qilishni planlamagan. FM tig'ida kent boshlig'ining uyiga hujum qilish planini jakolaganda ko'pchilikning 10 minutdan keyin qaytib kelishini, odam zaxmlantirmasligini aytgan. Siz bu to'plamning mas'uliyatini kimda deb qaraysiz? Mas'uliyati menda. Natijasidan qaraganda harakatimiz zo'r ziyon keltiribdi. Buningdan qattiq afsusdaman. Bu ishni kent boshlig'iga bo'lgan adovatingizning mahsuli deb qarsak bo'lamdi. Ha. Tayshoning 6-yili kent kengashi a'zolari saylimida kent boshlig'i tarafdorlarining biletini o'g'irlikcha almashtirib qo'yganlik sababidan siz xatodan shubhali qil qolgan. Bu rasmi. Ha, bu amaliyot. Lekin Taka kentidagilar, Oda kentidagilarni bo'zaq qilatdi. Biz bir bino sog'an. Buni ko'rgan Taka kentidagilar ishtorlik qilib, uni cheqib atgan. Kaori. Oppa. Ayol kishi degan-ku, haqning odami. Men bu so'zga qarshi emas. Shundaqdimi tog'angning uyini chaqimiz desa, to'smay qarab turdingmi? Bu ishning natijasi chiqmay turib, bu to'g'riliq bir nima demay turing. Demasam bo'lamdi. Saqchilar Nimishqa Sokchini tutib ketdi. Kaori, sen bunu bilemsen. Sokchi yamash qilmadi. Emse tağan yaman adamma. Shundaq. Undaq emas. Togavadagi beliqchilar nadan, hech nimani bilmaydi. Bu gapingiz to'g'ri bo'lmadi. Nemesi to'g'ri bo'lmadi? Shu yilda 100 dan ortiq odam to'polon ko'tarsa, to'g'ri bo'lamdi. Ular qurol ishlatmadi. Beliqchilar yuvosh yumshoq bo'lib, beliqni tutsin. Bu gapingiz to'g'ri emas. Ular beliqchi bo'lsa-mu, ularning yashash huquqini qo'g'dash burchi bor. Kaori. Atli yeri chiqib berib dadang bilan ko'rish. Dadamning qishig'i? Bu ishda dadangning oldiga berib noma'qul bo'l. Men sen bilan birga boray. Men boray. Xatoligingni to'nisanglar, dadang seni kechirib etidi. Tog'angning oldidami ya qarab qolmaysan. To'g'ri, qancha boldir bo'lsa shuncha yaxshi. Jidal bu darajaga yetgankan, pat qilib qo'ysangmi hisob? Baramayman. Senden o'tinib qolay. Ma'qul degin. Men qo'shilmayman. Nimishqa? Kaori uydan qo'g'langan qiz. Patiga berishning hojati yo'q. Kaori Sokchi bilan to'y qilg'ashqila munosabatni uzgan. Natayi. Emse cho'ng xenim tugab ketganda Kaori tunakka basa kirgizmabdi. U chog'da bu ishni ularga aytib qo'ymoqlik gunoh menda. Hey, Kaori, gapim kirib, noma'qul bo'lib kel. Men sana hergiz yomon maslahat bermayman. Buni bilaman, biroq sizlar qaytinglar.
Kaori yeri çoğa herkes barmaydı. Neymiş bunak deysiz? Yericho'nun hocayını bilen Kaori'nin kandaşlık münasibeti var. Görüşüp koyganan neme mi ne? Kaori Yoshitaki ailesinin kelini. Sokichi öyde bolmagan çağda aile işlerini şu başkurdu. Aile başkuruvatkan adam nemiş ki xalqның aldida qo'l qo'shtirib xatoligini to'nig'idi. Bundaq desangiz, men Kaorini qaytirib ketaman. Sokichi turmadan chiqqacha Kaori cho'shida tursin. Appa, siz meni desangiz, mening ishimga aralashmay turing. Mening o'ylaganlarim bor. Keyin hamon tushunib qolasiz. Buğaltır Ryozava devlet pulunu төлep beriş toğrısıda çıkarılgan qararga qayil bo'lmadi. U naylik hökümetke arz sundu. Teptiş vazaretide kent başlığı şu imin bilen Ryozava uvalçılıkka uçurganligini peş qilib baysilishdi. Ular bir-birini talışıp rosa soqqishdi. Kaori Resiko'nun Tokyo'dan yazgan xetini topshirib oldi. Xatda uni odoqqichi tavranmaslikka rag'batlantirgan edi. Mayli, Taka.